Et bayramda do'stligingizni gul keltirib o'tadigan ko'p tamdiki kotlet qilishni o'rganib oling. Etli usulli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasiz. Ta'mi gap ketmaydi. Qit qaymoq bilan yeydigan bo'lsangiz, ta'min demayli qo'yay. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha kol go'shtini izish mashinamizda ushoq ezib olamiz. Har kuni shunga o'xshash qulay yemishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rgatyapman. Qo'llash ustining kasrayini haqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Onundan piyaz bilan nonni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq to'g'rab olamiz. Endi bularga tam xurishlaridan tuz, zira, loz un silib, azroq qarmus silib etamiz. Onundan azroq may qo'yib, mening qo'lim bilan tashkillashtirib olamiz. Onundan cho'ng kichiklikni o'xshash holatda yumaloqlab olgandagi videoda ko'rsatgan bo'yicha olqinimiz bilan besib etamiz. Mana mushkul holatda tayyorlab olsanglar bo'ldi. Onundan may 8 yulish qizgandan keyin kotletni silib, bo'sh o'tda sarg'aytib elib olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsliq qo'rma, har xil taom pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studi numeri shu. Endi bir chini suvga bir qo'shiq tamdir qiyami silib, cho'ng ustamning qozon kabob tetikisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish oilda qozon kabob qilsam ta'mini yaxshi qaramayotman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Qozonga bak ozmay qo'yib, samsaq, piyozni silib bir ishga qo'rvatganki tamdirni solamiz. Uningdagi hozir tayyorlab olgan qiyamni silib, ustiga yong'yo bilan sabzini chiroyli tizib olamiz. Kotletni bir 10 minut dumlayotgandan keyin ajoyib yumshoq og'zingizga kirsam erib ketgidek shunchalik payzob ketadi. Uning ustiga o'zingiz yaxshi ko'rgan sayko'ktatlardan silib, taqsiga olsangiz ham bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi deb sinab beqing.